10 yildan beri o'gay onam qo'lida azoblanib kelaman. Yoshim 16 da. 10 yil oldin o'z onam Rossiyaga qochib ketganlar. Sababi otam onamni tinmasdan kaltaklardilar. Ichvosala bo'ldi. Onamni kaltaklashni boshlardilar. 6 yoshgacha shuni ko'rib katta bo'ldim. Hatto oyimni qizib turgan pechkani ustiga yotqizib ham urardilar va bu narsalar meni juda qattiq azoblardi. Oxiri oyim meni adam bilan tashab o'zlari Rossiyaga qochib ketdilar. Dadam esa uylandi. Dadam uylangan ayol, ya'ni o'gay onam menga juda katta azob berdi. Dadamga meni yomonlab urdirardi va men bularni hammasiga 8 yil chidab yashadim. 8 yildan keyin oyim Rossiyadan qaytib keldilar va men tez oyim oldilariga borib turadigan bo'ldim. Oyim men bilan gaplashib turasan deb telefon olib bergandilar. Telefonni hali sim kartasi ham yo'q edi. O'gay onam telefonimni topib dadamga aytib berdi va dadam meni do'pposlab ketdilar. Shu 3 oy kanikulda oyim bilan yashadim. Lekin uyga qaytib borsam, o'gay onam homilador ekan. O'gay onam bilan dadamni 5 yosh qizlari bor. Meni o'gay singlim bizani har doim ajratishgan. O'gay onam homilador bo'lib hamma ishlarni menga qildiryapti. O'gay singlimga esa tilta qizmaydi. Men ishdan qochmayman. Qancha ish bo'lsa qilaveraman. Lekin adamga yomonlab meni urdirishiga chidolmayman. O'gay singlim bilan meni adamam ajratadilar. Axir men ham adamning qizlariman-ku, o'gay emasman-ku. Bularni hammasini oyimga aytay desam, oyim his qilib qolishlarini xohlamayman. Juda ham qiynalib ketdim. Nima qilsam bo'ladi? O'gay ona zulmidan qutulishga chora bormi? deb yozib qoldiribdilar bitta obunachim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'gay ona zulmidan qutulishning ilojisi bormi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Ishlatgan hamma salfetkalarim Germaniya Vileda mahsuloti. Sifatli va chidamli. Uzun marketdan zakaz bersanglar bo'ladi.